Bu dunyoda but bo'lsa iymoningiz, hamda bo'lsa jannatdan umidingiz. Yurmang aslo shaytonning yo'lidan, doim yuring Robbim ko'rsatgan yo'lda. Avval o'ylab ko'rmasdan, darrov inkor qilmasdan, yurganim yo'q demasdan, shaytonning yo'lidan yurmasdan, qilyapsiz-ku uning aytganini bilmasdan, harom degan narsalarni yemasdan, hamda harom narsalarni chekmasdan, doim yolg'on so'zlamasdan, bu dunyoning mol-u dunyosiga uchmasdan, o'qing 5 mahal namozingizni, tuting bir oygina Ramazon ro'zangizni, uzmang jannatdan umidingizni, unutmang siz faqatgina shuni, so'nggi nafasingiz qolguncha qabul qilar Robbim tavbangizni. Qarang Robbim bizni qanday yaxshi ko'rishini, u xohlamaydi bizni jahannamga kirishimizni. Bizning jahannamda ko'rishni xohlar birgina, bu shayton faqatgina. Shuning uchun aytaman-da, yurmaylik shaytonning yo'lidan, doim yuraylik inshaalloh Robbim ko'rsatgan yo'lda.